Uyda yotib ham tadbirkor korxonasida nima bo'lyapti, har kuni ishlab bo'lyaptimi, yo'qmi, har safar onlayn tarzda ko'rib tursangiz bo'ladi. Ko'p tadbirkorlarga qiziq bo'lgan mavzu korxonani qanday qilib tizimlashtirish mumkin va bunga yechim biz restoranlar uchun onlayn platforma qilganmiz. Bu yerda onlayn akademiya orqali hamma yoqda tizimli boshqarib, raqamlarga asoslangan qarorlar qabul qilish mumkin. Bu yerda o'zbekcha va ruscha darslar to'plami bo'lib, bu to'plamlarda har bittasida video va prezentatsiya shaklida darslar yaratilgan. Mana bu yerda har bitta etapidan o'tmagungacha qulf turadi. Yakuniy tarzda prezentatsiyasini o'qib chiqib, hammasi oxirida attestatsiya bilan tugatiladi. Mening komandam ro'yxatida sizlar har bitta lokatsiyalaringni, restoranlaringni onlayn tarzda qanchalik foizda darslardan o'tganini ko'rib turishingiz mumkin. Uyda yotib ham tadbirkor korxonasida nima bo'lyapti, har kuni ishlab bo'lyaptimi, yo'qmi, har safar onlayn tarzda ko'rib tursangiz bo'ladi. Agarda sizga yana qo'shimcha ma'lumot kerak bo'lsa, yana qo'shimcha videolar chiqaramiz, sizga ko'proq ma'lumot berishga harakat qilamiz.